Hayot tajribasi va donolik yillar davomida to'planadi. Har bir o'tgan kun, har bir o'qilgan sahifa qalbimizni boyitadi. Vaqt o'tishi bilan qadriyatlarimiz mustahkamlanadi, bilimimiz esa chuqurlashadi. Bu jarayon bizni yanada teranroq fikrlashga undaydi. Har bir yangi kun yangi hikoyalar va yangi ma'lumotlar bilan boshlanadi. Dunyo bizni kutmoqda, o'rganishga tayyor bo'ling. Gazeta chop etishning an'anaviy jarayoni har bir sahifaga ehtiyotkorlik bilan yondashuvni talab qiladi. Bu mehnatning o'ziga xos kashti bor. Har bir bosma nashr o'quvchiga yetib borguncha uzoq yo'lni bosib o'tadi. Bu jarayonning har bir bosqichi muhimdir. Nuroniy gazetasi va Keksalik gashti jurnali bu shunchaki nashrlar emas, balki donolik va tajriba manbaidir. Ular keksa avlodimiz uchun ma'lumot, ko'ngilxushlik va jamiyat bilan bog'lanishning muhim vositasidir. Har bir sahifada hayot hikoyalari aks etgan. Bu nashrlar orqali siz o'tmishni eslaysiz, bugunni tushunasiz va kelajakka umid bilan boqasiz. Ular sizning doimiy hamrohingizdir. Nuroniy gazetasi va Keksalik gashti jurnali bilan hayotingizni boyiting. Obuna bo'ling va donolik dunyosiga sho'nging.